Lesamiz sifatini tekshiramiz. Mana do'stlar, hech nima bo'lgani yo'q. Eng qizig'i o'rtada stoykasi tushib ketdi. Kimgadir shunaqa sifatli lensa kerak bo'ladigan bo'lsa, Islomjon aka razmeri necha? Razmeri balandligi 2 metr, uzunligi 2 metr. Yeni vodiyni 90 standarti. Narxi 700 ming so'm. Ozgina kelishtirib beramiz. Xo'p, kichigini narxi? Kichkinasini narxi 560 ming so'm. Balandligi 1 metr, ikkita oyoq, ikkita kashak, bitta poddan bo'ladi. Zo'r gap yo'q. Xudo xolasa, undan tashqari bunimiz bo'ladi, ya'ni Mishalkalar, rollisi 4,5 million so'm, admotkasimiz, ruchkalisi 3 million 900 ming so'm. Admotkasimiz ulardan ham. Aha, ya'ni rolda boshqariladigan manetdan, ya'ni shaybalardagacha bo'ladi. Pachinli variant. Pachinli varianti bo'ladi. Bularimiz summasi eng arzon necha puldan necha pulgacha? 3 million 900 dan 4,5 millionga. 4,5 million. 6,5 millionlik mishalkalarimiz ham mana seriyalar. 6,5 million so'mli ham bo'ladi, puliga yarasha bo'ladi. Xolasalar zinali lesalarimiz bo'ladi, xudo xolasa. Bularimiz 8 talik, 7 talik. 8 taligi 3 million 200, 7 taligi 3 million so'm. 3 million so'm. Komplekt bo'ladi. Undan tashqari yana bizda Sesma palovkamiz, qalinligi 2 lik, narxi 3 million 400 ming so'm. Uzunligi 18 metr, ikkita burchak bilan 19 metr. Palovkalar xohlagan razmeridan lazerda kesib, teshib, chiroyli qilib beramiz. Bular eng arzoni necha? Eng arzoni 1 metrlik 15,5 million so'm, 70lik 14 million so'm, 50lik 7 million 700 ming so'm, 63lik 9 million 800, 40lik 6 million so'm. Hop, O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor, faqatgina kelishilgan holatda biz turgan joy Farg'ona viloyat Komentarim qishlog'i, ya'ni Buvayda tumanidagi Dehqonobod qishlog'ida turibmiz. Orienterimizga keladigan bo'lsak aka? Orienterimiz 5 yilish yo'lida, choyxonaga yetmasdan 700 metrda. 700 metr o'tganda Islomjon akani joylarda turibmiz. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik.